Sharof Boshbekovning Temir xotin asarisi. U tasavvurdan ham ortiqcha bo'lgan narsaga ega bo'ldik. Qisqacha u kitobning muallifi Sharof Boshbekov haqida gapirib bermoqchiman. Ayollarning ishini temirlar ham bajara olmasligi haqida gapirmoqchi bo'lgan. Onamizni tushunish va onamizga baqirmasligini Hammangizga rahmat. Asar tahlili juda yuqori saviyada. Mana shu o'qishda davom eting. Zakovatni o'ylab turib, yana men sizga topshiraman. Sizga ham so'z.